Ayrim toifadagi talabalarning talabalar turar joylaridagi yashash xarajatlari qoplab beriladi. Hukumat qarori bilan ayrim toifadagi talabalarning davlat oliy ta'lim tashkilotlari talabalar turar joylaridagi yashash xarajatlarini qoplab berish tartibi to'g'risidagi nizom tasdiqlandi. Nizomga ko'ra, yashash xarajatlari davlat oliy ta'lim tashkilotlarining faqat kunduzgi ta'lim shaklida tahsil olayotgan talabalarga davlat granti yoki to'lov kontrakt asosida tahsil olishdan qat'iy nazar davlat byudjetidan qoplab beriladi. Talabaning davlat oliy ta'lim tashkilotlari talabalar turar joylaridagi yashash xarajatini qoplab berish uning oilasi ijtimoiy reyestrning kambag'allik darajasidagi oila toifasiga kiritilgan sanadan boshlab 12 oy davomida saqlanib qoladi. Talabalar ustuvorlik asosida navbatsiz davlat oliy ta'lim tashkilotining talabalar turar joyiga qabul qilinadi. Ariza beruvchi mazkur masalada o'zi ta'lim oladigan oliy ta'lim tashkilotining rektori nomiga oyning 7-sanasiga qadar ariza bilan murojaat qiladi. Ariza beruvchi mustaqil ravishda komissiyaga kontrakt.edu.uz orqali ariza yuborish mumkin. Ariza tegishli o'quv yili uchun bir marotaba yuboriladi. Fakultetlarning yoshlar bilan ishlash bo'yicha dekan o'rinbosarlari bir kun muddatda elektron tarzda yuborilgan arizalarni umumlashtirgan holda belgilangan tartibda komissiyaga taqdim etadi. Mas'ullar tomonidan taqdim etilgan arizalar bir kun muddatda komissiya tomonidan o'rganib chiqiladi va tegishli qaror qabul qilinadi.